Diqqat diqqat! Bugungi kunda YouTube platformasi orqali daromad topish juda ommabop va foydali. Agar siz ham YouTube orqali o'zingiz yoki biznesingiz uchun daromad olishni istasangiz, biz sizga kanal ochishda yordam beramiz. Sizning tanlovingizga ko'ra quyidagi variantlar mavjud. O'zbek tilidagi YouTube kanal ochish narxi 500 ming so'mda belgilandi. Rus tilidagi YouTube kanal ochish narxi esa 1 million so'mda belgilandi. Ingliz tilidagi YouTube kanal ochish narxi esa 2 million so'mda belgilandi. Har bir kanal mahorat tarzida yaratiladi va tayyor holatda bo'ladi. Bu orqali siz daromad olishga tayyor bo'lasiz. Fikrlaringizni hayotga tatbiq qilish va omadingiz sari ilk qadamni qo'yish uchun hozir biz bilan bog'laning. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosishni unutmang. Shuningdek, do'stlaringizni ham bizga taklif qiling. Videomizga, ya'ni mehnatimizga ham bir dona like bosib qo'yish ham yodingizdan chiqmasin. Keling, videomizni boshladik endi. Bugungi videomiz ayollarni kelajakda nimalar kutmoqda? Tayyormisiz? Bugungi videomizda boshladik endi. Ayollar go'zallashadi. Xlesnik universiteti olimlari vaqt o'tgani sayin ayollar yanada maftungor bo'ladi degan fikrga kelishdi. Ular shunday urfni olib chiqishdi. Chiroyli ayollar u qadar chiroyli bo'lmagan ayollarga qaraganda ko'proq farzand dunyoga keltirishadi. Shuningdek, zamonaviy imkoniyatlar bilan ayollar yildan yilga tashqi ko'rinishlariga ko'proq e'tibor qaratishadi. Shunday qilib, ikkita avloddan so'ng yer yuzida go'zallik hukmron bo'ladi. Ayollar pasayadi. Xlesnik universiteti professori Steven Stearns shunday nazariyani ilgari surdi. Ayollar avloddan avlodga pasayib boradi. Tadqiqot guruhi 14 ming tibbiyot kartalarini o'rganib chiqdi. Undagi tendensiyaga ko'ra qizlar avloddan avlodga pasayib ketgan. Afsuski, ushbu tadqiqot ayollarning vazni oshib borishini ham ko'rsatmoqda. Statistika bo'yicha har bir avlodda ayol kishi 1 kiloga semiradi. Ayollar bir-birlariga o'xshaydi. Turli soha vakillari bir necha avloddan keyin ayollar bir-birlariga o'xshab ketishadi degan fikrga kelishdi. Buning sababi butun jahon globalizatsiyasi va irqlarning aralashib ketishida. Tabiiyki, modda ham bu borada sezilarli ahamiyatga ega bo'ladi. Xo'sh, bugungi videomiz yakuniga yetdi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Bu bizga yanada ko'proq motivatsiya beradi. Fikrlaringizni kommentlarda kutamiz. Chunki sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Eng qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videoda uchrashguncha